Diqqat, tezkor xabar. Dunyo 2020-yildagi karantinga yana qaytishi mumkin. Markaziy Osiyoga Coviddan ham xavfliroq hantavirus yaqinlashmoqda. Hammasi hashamatli kruiz kemasidan boshlandi. Okean o'rtasidagi dam olish maskani sanoqli kunlarda suzuvchi qabristonga aylandi. Niderlandiya va Germaniya fuqarolarining o'limi virusning qanchalik shafqatsizligini isbotladi. 10-may kuni kema Tenerife portiga yetib kelgan bo'lsa-da, virus allaqachon quruqlikka sizib chiqib ulgurdi. Polshada ilk bor rasmiy karantin e'lon qilindi, xuddi 2019-yildagidek. Polshaning yopilishi shunchaki ehtiyot chorasi emas, balki bu virus qanchalik xavfli ekanligini ko'rsatmoqda. Ekspertlarning xulosalariga ko'ra, virus asosan kemiruvchilar orqali o'tadi. Ammo aynan ushbu Andes shtammi odamdan odamga shunchaki yaqin muloqot orqali o'tish xususiyatiga ega. Xo'sh, hantavirus koronavirusdan nimasi bilan farq qiladi? Covid-19 ning yuqumlilik darajasi juda tez, ammo o'lim ko'rsatkichi nisbatan pastroq, taxminan 2-3% bo'lgan edi. Hantavirusning esa o'lim ko'rsatkichi 40% gacha. Agar koronavirus nafas yo'llarini nishonga olgan bo'lsa, hanta buyraklarni falaj qiladi va ichki qon ketishlarini keltirib chiqaradi. Bu shunchaki gripp emas, bu organizmning ichkaridan yemrovchi haqiqiy qotildir. So'nggi xabarlarga ko'ra, virus allaqachon Markaziy Osiyoga yaqinlashgan. Agar mintaqamizga kirib kelsa, 2020-yildagi karantinlar shunchaki bir mashg'ulotdek bo'lib qolishi mumkin. Dunyo yana bir bor yopiq chegaralar va niqoblar rejimiga o'tish arafasida. Hantavirus insoniyatning keyingi yillarda duch kelgan eng shafqatsiz imtihoni bo'lishi mumkin.